Bugungi manzilimizda Nazarbek tekstilda bo'ladi. 5 ta bir xil kotej qurilgan. 3 tasi sotilgan, 2 tasi sotuvda qolgan. Bittasini sizlarga video obzorini qilib beramiz. Boshlang'ich to'lov $10,000, $30,000 bilan xarid qilsanglar ham bo'ladi. Video obzor qilib beradiganimiz boshlang'ich to'lov $30,000 bilan xarid qilsanglar ham bo'ladi. Videoning oxirida uyimizning tan narxini aytib o'taman. Uyimizga kirganingizda bemalol 2-3 ta mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Darvozaxonalar keng qilingan. O'ng tarafimizda birinchi xona mehmonxona bo'ladi. Uyimizda 100% patkulich holatda tayyor topshiriladi. Ikkinchi xonamizda spalni, remontlar qilib qo'yilgan, aboylardan chiqqan, tarketli qilingan uyimizga. Kirib yashasanglar bo'ladi. Ozgina ish qolgan, shuni to'liqligicha bitirib beriladi. Suv, gaz, svetdan hech qanaqa muammo yo'q. Uyimizning atrofida barcha qulayliklar mavjud. Bu yoq tarafimizda hovli, ikkita zeleniy zona qilingan. O'ng tarafimizda katta sanuzel joylashgan, katenisi ichkarida bo'ladi. Asosiy xonalarimiz bu yoq tarafda joylashgan. Uyimizga kiraverish qism, kirganingizda katta panoramli oyna bo'ladi. Shu oshxona hisoblanadi. Chap tarafimizda 3 ta xona joylashgan, bitta sanuzelga ega. Bitta detskiy, 2 ta ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Uyimizning narxi $51,500, yana kelishadigan joylari bor. Sunnatiga o't beriladi. Boshlang'ich to'lov $30,000 bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Telefon qilib, ulgurib, suhbat qilib olib qoling.